Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana AZX'da mana kelib bunaqa yomg'irda maza qilib va toza havoda bunaqa skuterlarda maza qilib yurganga yetmaydi. Nima deysizlar? Laklarni bombalarni bosib olinglar. Skuterlarni bosib do'stlarga jo'natib. Men yosh kattalar amakilarimiz uchun mana bunday xonasi nomi Bo'qa deyiladi. 28 bola saflarimiz bor, 4 ta skorli. Mana yoshlarimiz uchun, yosh kattalar uchun mana 26 razmerli bola saflarimiz bor. Mana nima deydi, trend deydi, matviy rangli katta bola saflarimiz bor 24 razmerda. 16 razmerlilari bor mana. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol chiqarib oladi. 24 razmerlilari bor mana. Jiyanlarimiz, o'g'ilchalarimiz uchun bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Skuterlarimiz. Kichkintoylarimiz uchun ham yosh bola saflarimiz bor mana. Skuterlarimiz mana. Skuterlarimiz 16 razmerli. Mana yosh kichkinalar uchun 12 razmerli bola safchalarimiz bor. 12 razmerli bemalol aloqaga chiqilaveradi. Laklar bosaverish kerak, kelaverish kerak, ko'raverish kerak. Yoshlarimiz uchun mana balajonlarimiz, nevaralarimiz uchun olib beraverish kerak-da. Duolarni olib, qopog'idan duo qilib yurishaveradi keyin. Nima deylar? Laklar bil bombalarni bosib olinglar. Kacherelarimiz uchun mana hammalar uchun bemalol aloqaga chiqilaveradi. Qizaloqlarimiz uchun mana yozda hovliga qo'yib qo'yib va salqingina havodan azaqib tushganga nima etsin, nima deysizlar? Ko'raverish kerak, laklarni paddashga qo'yaverish kerak.